Har tong yangi imkoniyat. Har inson erkin yashashga loyiq. Oila inson huquqlarining birinchi makoni. Ta'lim bu kelajak kayti. Uni har bir bola olishga haqli. Har bir inson sog'lom hayot kechirishga haqli. Innovatsiya va bilimga erkin kirish har kimga nasib etadi. Imkon bu erkinlik. Ishlash, rivojlanish, orzu qilish har kimga nasib etsin. Fikr bildirish insonning ovozidir. U hech qachon jim bo'lmasligi kerak. Har kim o'z madaniyati va san'ati bilan ifodalanishi mumkin. Inson huquqlari barchamizniki. Ularni himoya qilish barchamizning burchimiz. Hurriyatdan boshlanadi inson qadri. Har birimizning ovozimiz, har birimizning orzumiz qadrlidir. Keling, birga erkinlik va imkoniyat sari qadam qo'yaylik.